Yuklarimiz Bishkekka, To'qmoqqa xudosi Gold Clinkerda asosiy filiali ochilib boryapti. Akamiz keldi, 3 ta aka, ikkitasi zo'r o'rgandi. Bir hafta shu yerda bo'ldi, mana o'zlari ham eshitsalar bo'ladi. Xudo xolasa endi buni nimaga To'qmoqqa ushul firmaning ushul nimasi qanday shu yerda qanday bo'lsa, To'qmoqda xuddi shunday bo'lasizlar. Sabatlarida o'shunday kачественный bo'ladi, xudo xolasa. Bizi korxonaga kelinglar, sizlarga ham bir o'rgatib o'tamiz. Bu akalarimiz quygan toshlarni tashqarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Gold Clinker kuzatib boruvchilar, mana akalarimiz quygan toshlarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Bu hali Bishkek shahrida yo'q. Mana birinchi o'chirtda bo'lib To'qmoqqa chiqib ketyapti, xuddi shunday kачестволар. Xuddi shunday qoliplardan akalarimiz boshlanishiga 50 kvadrat olishyapti. Yaqinda bularni o'zi nimaga Qirg'izistonda O'sh shahriga ham bular filialini qiladi, xudo xolasa. Gold Clinker bilan birga bo'linglar, sizlarga sifatlarni qanday bo'lishligini xudo xolasa yetkazib berishligi hammasi bor. Aka, mana Gold Clinker